Milliy ohanglar tarannumi, asrlar qa'ridan yetib kelgan kuylar va an'anaviy san'at uyg'unligi. Qo'qon davlat universitetida Xalq ijodiyot kafedrasi tomonidan Barhayot Navolar nomli konsert dasturi taqdim etildi. Mazkur madaniy tadbir milliy musiqa san'atini keng targ'ib etish hamda yoshlar qalbida milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmat va e'tiborni yanada kuchaytirish maqsadida tashkil etildi. Konsert dasturida tajribali ustozlar tomonidan xalq qo'shiqlari, mumtoz kuylar, shuningdek milliy cholg'u asosida rang-barang ijrolar namoyish etildi. Ijrochilar tomonidan jonli va mahorat bilan ijro etilgan qo'shiqlar tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Har bir kuy va qo'shiq milliy ruh, tarix va an'analarni o'zida mujassam etib, tadbir ishtirokchilariga yuksak badiiy zavq ulashdi. Konsert davomida milliy madaniyatimizning barhayotligi, avloddan avlodga o'tib kelayotgan musiqiy merosimizning bebaho ahamiyati yana bir bor e'tirof etildi. Sizlar